Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi obyektimizga xush kelibsizlar. Obyektimiz dom, lekin juda ham chiroyli, noodatiy, hammanikiga o'xshamagan juda ham chiroyli dom. Qani ketdik ko'rsataman. Bu yerda koridor, mana koridordan kirishimiz bilan men bu yoqqa o'ng tomonga burilaman. O'ng tomonda zal bilan kuxnya xonamiz joylashgan va mana kuxnyaga kiramiz. Kuxnyaga ko'rishinglar mumkin. Pardani ko'rsatishdan oldin sizlarga interyer tanishtirib o'taman. Mana shunaqa chiroyli mebellar bilan bezatilgan. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Mana shunaqa zolota mana lyustralar bilan bezatilgan. Juda ham skromniy, shaqir-shuquri yo'q, juda ham chiroyli. Mana shunaqa chiroyli gilamlar solingan. Hali faqat stol-stul kelmagan. Menimcha kichkinaroq stol-stul oladi. Kuxnyamizni ko'ryapsizlar, unaqa katta kuxnya emas, lekin hamma sharoit bor. Bu kuxnyamizga biz mana shunaqa однотонный tulimizdan foydalandik. Ketan tulimizdan mijozimiz massa qilib yuvib ishlatishlari uchun mana shu tulimizdan foydalandik. Chunki bu juda ham yaxshi tul, injiq emas. Bemalol uy sharoitida yuvish ham mumkin. Dazmollamasa ham bo'ladi, dazmollasa undan ham zo'r turadi. Juda ham sifatli tul desam ham bo'ladi. Bu tulimizga bezatish uchun shunaqa qora repsividan foydalanganmiz. Yonlari bilan teglariga juda ham chiroyli qilib qaranglar. Uy interyeriga shunaqa tushgan qora rang bu yerda o'zi hech qayerda yo'q. Faqat mana shunaqa polimizda bor qora bo'ldi. Mana shu polimizda bo'lgani uchun, mana gilam yonlaridan ko'rinib turgani uchun mana shunaqa qora repsividan foydalandik. Aynan tilla repsivi emasda, qora repsividan foydalandik. Tepada ham tulimizni gusini qilganmiz. Gusinilar orasida ham shunaqa qoradan foydalanganmiz va tugmachalarimiz ham qora rangdan foydalanganmiz. Bu bizning kuxnyamiz o'rtasidan mana shunaqa bo'lib berganmiz. Bu yerda balkon bor. Mana bemalol surib mijozimiz nariyoqqa chiqib, balkonda kirlarini yoyib, yana bemalol kira olinglar. Bu yerda eshik bor. Mana bu yoqqa zashitka qilmadik. Nariyoqqa blackout qilib beramiz balkonga. Quyosh yozda, jaziramada shu blackout yopib tursalar, bu yerda ham unaqa issiq kirmaydi. Bu ko'rayotganinglardek bizning shinamgina kuxnyamiz. Ana yopib qo'yaman. Ko'rasizlar, moydek yurishini karnizlarimizdan ham eng sifatlisini ishlatamiz. Har doim bu mijozimiznikida ham eng sifatli karnizlarni temir karnizlardan foydalanganmiz. Endi sizlarga mana shu kuxnyamizdan chiqishimiz bilan mana shu yonginasida mana zalimiz turibdi. Sizlarga zalni obzor qilib ko'rsataman. Kelinglar, qaranglar, hashamatli zalimiz. Juda ham chiroyli, noodatiy, hammanikidagi uchramaydigan zalim desam ham bo'ladi. Bu zalga mijozimiz o'z boshidan aytganlar, zalim unaqa katta emas deganlar. Endi unaqa kichkina zal emas o'z aslida, lekin uchastkada yashagan odam uchun kichkinaroq zalda endi bu. Stol-stul qilmayman, mana shunaqa xon taxta qilaman, chiroyli, akkuratniy ko'rpachalar qilib berasizlar deganlar va mana shunaqa ko'rpachalar qilib berganmiz. Boshidan o'zi aniq edi ko'rpacha qilib berishimiz va bu ko'rpachalarimizni jonga tegmaydigan rangdan, bej rangdan foydalandik. Yastig'i bilan bir xil qilib mana shunaqa qavib, men makaronlari hammasi Turkiyadan podzakaz kelgan. Mana ko'rishinglar mumkin, sifati va zo'r. Bunaqa makaron topolmaysizlar hech qayerdan. Nalichida ham yo'q, hatto podzakaz mana shuncha 5 santimetrli makaron qilib bering deb zakazga qildirib mana shu mijozimiz uchun olib keltirdik. Ko'rpachalarning hammasini juda ham chiroyli chiqdi. Ko'rpachalarimiz usti hammasi qavilgan, orqasi qavilmagan, zamokda qilganmiz va shunaqa chexolga o'xshab kiydirganmiz xolos bu yerda. Lekin yurib ketmaydi, chunki makaron ushlab turadi uni. Juda ham chiroyli turibdi. Nimaga biz aynan ko'rpachalarni bejvidan qildik? Chunki pardalarimizni ko'ryapsizlar, to'q ko'kdan foydalanganmiz. Pardamiz to'q bo'lgani uchun ko'rpachalarni aynan och rangdan qildik. Pardalarimizni ipak pardalardan ishlatganmiz. Matolarimiz ipakdan, ya'ni mana qaranglar, naturalniy ipak, bleski bor. Astarini esa mana shunaqa sholkoviy atlasdan qilganmiz. Mana juda ham chiroyli. Mana juda ham chiroyli. Astar bilan avrasini ikki xil rangdan qilmadik-da, aynan o'zidan qildik. Va mana eng diqqatinglarni oladigan joyi mana bu qo'l ishi, %100 qo'l ishi. Buni ko'rasizlarmi? Buni mana tegidagi osnovasi ham %100 ipak va mana gullari hammasi qo'lda qilingan, qo'l bilan qilingan.
bittalab nina bilan qilingan va mana bu iplari ham ipak iplidan foydalangan. Aynan sintetika ip emasda, mana qo'lda qilingan bilan sintetika ipda ham tikish mumkin-ku. Yo'q, bu aynan %100 ipak iplidan ishlatilgan. Pilla qurtimizni aynan ipak ip qilinadi-ku, birinchi ip chiqariladi-ku, o'sha ipdan foydalanganmiz. Bu mijozimiz shunaqa noodatiy, hech kimda uchramaydigan, shunaqa noyob narsalarni xohlaydilar. O'shaning uchun shunaqa qilib berganmiz. Endi tulimizni ko'rsanglar, tulimiz mana ruchnoy rabota, qaranglar. Bleskligini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli. Bu videoda ko'rgan odamlar aytishi mumkin, nima kerak bu bunaqa ruchnoy rabota? Bu nima bo'ladi erta yuvgandan keyin? Bu yuvsa bo'ladimi degan savollar baribir tug'iladi, baribir yozadi. Men o'shaning uchun mana shunaqa savollar tug'ilmasligi uchun o'zim aytib o'taman. Bemalol yuvsa bo'ladi, uy sharoitida ham. Buni biserlari umuman rangi o'zgarmaydi. Umuman sovunlismi, shampunlismi farqi yo'q, rangi o'zgarmaydi. Dubayniki. Ya'ni yaponskiy biser, juda ham chiroyli. Dubaydan olib keltirilgan, Yaponiyadan emas, Dubaydan olib keltirilgan. Hammasi qo'l mehnati, bittalab ninada tikilgan. Buni apparatda tikib bo'lmaydi. Tushungan tushundi, menimcha mani. Bu tosh emas, bu vashi boshqa narsa. Buni apparatda hali chiqmagan. Mana ko'rishinglar mumkin, shunaqa tuti qilib qilingan, ko'rasizlar. Hammasi bu qo'l mehnati, qo'lda bittalab tikilgan. Xuddi qo'l nina bilan quduq qazigandek mana shunaqa bittalab tikilgan qo'lda bu. Juda ham chiroyli bo'lib chiqqan. Va bu biserrichi, ko'rsanglarchi, shunaqa kichkina, maydagina shunaqa nina bilan, ingichka nina bilan tikiladi. Kim agar shunaqa eksklyuziv pardalar xohlasa, mana shunaqa ruchnoy rabota xohlasa, yillar davomida modadan qolmaydigan, o'lmaydigan narsa xohlasa, albatta Zarina Dizaynga murojaat qilishinglar mumkin. Faqat kamida 2 oy oldin zakaz berishinglar kerak. Agar 3-4 oy oldin zakaz bersanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Kamida lekin bunaqa narsalarga 2 oy oldin zakaz berishinglar kerak. O'zi bilasizlarmi, bu narsalarni kimlar xohlaydi? Bu narsalarni o'sha mehnatni qadriga yetadigan, sifatni qadriga yetadigan va nozik didli mijozlar va tez o'lmaydigan, tez modadan qolib ketyapti-ku hozir bitta narsa. Bitta bunday narsa qilasiz, 1 yildan keyin o'sha modadan qolib boshqa narsaga aylanyapti. O'shanaqa tez modadan qolishni xohlamaydigan mijozlar bo'ladi-ku. Aynan uzoq turadigan narsani xohlaydigan mijozlar xohlaydi. Chunki men bu qo'l ishi bilasizlar, 10 yil emas, 100 yil tursa ham qiymati oshsa oshadiki, lekin tushmaydi. Qancha eskirgan sari buni narxi baland bo'laveradi. Chunki buni zamini %100 mana ipak, mana tegi, iplari %100 ipak va qo'lda bittalab tikilgan. Qancha mehnat, qancha vaqt ketadi bunga bilasizlar. O'shaning uchun mana shu zalimizning pardasi menimcha yillar davomida jonga tegmaydigan va o'zini qiymatini yo'qotmaydigan parda bo'lib chiqdi. Endi ketdik, narigi uyga boramiz. Piyoda koridor, podyezdga chiqib ketadigan koridor. Bu yoqda esa o'g'il bolalarimizning xonasi. Kelinglar. O'g'il bolalarimizning xonasi mana shunaqa och rangda hammayoq, kravatda obshivkalari ham och rangda. Ikkita kravatimiz ham o'g'il bolalarga och rangda qilingan. Bunga chiroyli qilib pokrivalni ham qilib beramiz, skromniy qilib va bunga shunaqa bir tomonga parter qildik. Chunki bu yoqda mana kompyuterniy stol bo'lgani uchun bir tomonlama parter qildik. Parterimiz esa eng sifatli firmamizdan Degrapen parteri, natural sostavdagi parter, plankasi ham natural sostavdagi planka. Shunaqa astar qilib, mana shunaqa akkuratniy qilib tikkanmiz. Mana ko'rib o'zingizlar ishimizga baho beringlar, juda ham chiroyli. Bemalol uy sharoitida buni yopsalar, bemalol mana shu oynani yopadi bu parter, chunki eni 3 metr. Ochilgan paytida esa mana shunaqa chetda skladka bilan turadi. O'zingizlar ko'ringlar, qanaqa chiroyli turishini. Juda ham chiroyli turibdi. Tulimiz qalin tul, juda ham chiroyli tul. Bu yerda matvi tuldan foydalanganmiz o'g'il bolalarimizning xonasiga. Chunki parteri ham matvi bo'lgani uchun matvi parterda shunaqa bantovkalar tushgan. Skladkada qilganmiz, bantovkada. Parterimizni esa bantovka emas, amerikankadan foydalandik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar.
Mana bu esa garderob. Rosa ham katta garderob. Katta emas, endi kattagina. Ko'rpacha, chinnilar, ortiqcha narsalar bu yerda turar ekan. Ko'rdim, rosa chiroyli. Bu bo'lsa bizning spalni xonamiz. Spalni xonamiz ham rosa katta. Mana bu yoqda shkaflar, mana bu yoqda sanuzel. Zo'r qilib oppoqqina qilib qilingan, ortiqcha narsa yo'q, juda ham chiroyli. Mana bu yoqda ham shkaf, mana uzun shkaf. Mana bu yoq polni mana shkaf qilingan, juda ham chiroyli. Mana bu kravatga ham покрывал o'lchadik. Skromniy покрывал qilib beramiz. Faqat tagida makaron bo'ladi. Haligi makaronni o'zidan shuni tagida bo'ladi, bo'ldi. Obshivkalari och rangdan. Endi pardamizni ko'rishingiz mumkin. Biz pardani отворот model qilganmiz. Tulimizning o'rtasidan bo'lganmiz. Mana ko'chaga bemalol ko'chaga qarash mumkin yoki oynani ochishlari mumkin. O'shaning uchun tulimizning o'rtasidan bo'lib berdik. Hatto bo'lingani ham bilinmaydi mana. Shunaqa chiroyli, akkuratni choklar bilan qilganmiz. Juda ham chiroyli turibdi mana. Endi portierimizni ko'rishingiz mumkin. Portierimiz mana barbaralarimizdan qilganmiz. Dona-dona turibdi. Tepa skladkasi amerikankada, teki bo'lsa och rangda отворот qilib yig'dik. Qaranglar, bu bahramalarning zo'rligini qaranglar. Mana. Rosa ham chiroyli Turkiyaniki pod zakaz. Oralarda umuman mana, oralari umuman oq, qoralar chiqib ketmaydi. Mana ko'p bahramalar shunaqa bo'ladi-yu. Ozgina ishlatgandan keyin orasida oq qora chiqadi. Bu yerda oq qorani o'zi-yu. Ko'p bahramalar chiqib ketadi, keyin mijoz almashtiradi u bahramani. Chunki mamutlardan oq qora chiqqanidan keyin rosa xunuk bizib turadi u. Bu yerda chiqmaydi. Eng sifatli makaronkalarimiz mana shu bo'ladi. Bundan sifatlisi yo'q hali. Eng sifatligi mana shu. Umuman qorasi ham, oqi ham chiqib ketmaydi. Yillar davomida yuvib ishlatsangiz ham chiqmaydi. Bu bizning spalni xonamiz edi. Endi sizlarga yana bitta xonamiz qoldi. Deytski qizlarimizning xonasini ko'rsataman. Remontlarni qaranglar, vashshe zo'r. Hamma yon lyustrasini lekin zolota qilishdi. Mana bu yoni ham lyustrasi zolota. Lekin tushgan, chunki mamutda ham zolotalari bor mana orasida. Shkaflarda ham bor zolota, lekin kam xonada asosiy och rangdan foydalanishgan. Endi navbat qizimizning xonasiga. Bu xonamizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Xonamiz hamma yoq rozvi, mana shu yerda polni fotoboydan qilishgan, daraxtli, gulli, qushli, juda ham nejniy, qizlarimizga yoqadigan print. Bu yerda biza xonada rozvi ko'p bo'lgani uchun mana ko'ryapsizlar interyerni. Biza pardamizdan och rangdan foydalandik va kapalaklarimiz rozvi rangda. Mana xabechniy pardamizdan ishlatganmiz. Bantovkalari ham chiroyli turibdi. Tulimiz esa shunaqa qalin tuldan foydalanganmiz. Bu yerda qaranglar. Juda ham chiroyli chiziqchalari bor. O'zidan chiqqan chiziqchalari bantovkalarda juda ham chiroyli qilib tashab qo'ydik mana. Ko'rib, o'zingizlar baho beringlar. Bu qizimizning xonasi edi. Mana kravatin tepasi ham obshivkalari rozvi, dovollar ham och rozvi. Mana bu yoqda polni bitta dovol mana shunaqa printdan va mana biz mana shunaqa kapalakli portier qildik. Qizimizning xonasiga однотонный tul bilan. Endi chiroyli однотонный покрывал qilib bersak bo'ldi, xudo xolisa. Shuning bilan biz energiya obyektimizni, pardalarini, mana ko'rpachalarini, yostiqlarini hammasini sizlarga obzor qilishga harakat qildim. Qo'ldan kelgancha pardalarimiz juda ham bir-biridan chiroyli chiqdi. Mijozimizga ham rosa yoqib duolar qildilar, lekin videoga tushmayman dedilar. Bizni doimiy mijozlarimiz desam ham bo'ladi. Tega o'zi Qashqadaryolik mijozimiz, Toshkentda yashaydilar. Bularni butun oilalariga biz har doim pardalarni qo'ldan kelganimizcha chiroyli qilib beramiz. Kimga shunaqa eksklyuziv shohona hech kimda yo'q pardalarni xolasi, albatta Zarina dizaynga murojaat qilasizlar. Faqat bunaqa ruchnoy ishlar uchun, mana shunaqa eksklyuziv ruchnoy rabotalar, ipakli pardalar uchun eng kamida 2 oy oldin murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan xayr deb qolaman.